AQSh dollari 30 so'm 12 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.199 so'm 10 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.219.910 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.4% ga oshdi. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 30 yanvar 2026-yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollarining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 2 so'm 93 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.585 so'm 24 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.458.524 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3.0% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 60 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 160 so'm 49 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 160.490 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3.4% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 10 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 1 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7601 Rossiya rubli 16 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.9% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.